Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga oyijonim usullarida osh pishirishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni sabzilarni to'g'rashdan boshlaymiz. Bu yerda sabzi 1,5 kilogramm, pirinch esa 1 kiloga 300 gramm. Sabzilarni to'g'rab bo'lgach, tovaga suv solib, pirinchimizni tuzlab olamiz. Suv qaynab bo'lgach, pirinchimizga solib, uni yarim soatga tindirib qo'yamiz. Piyozlarimizni to'g'rab, go'shtlarimizni ham katta bo'lmagan shaklda to'g'rab, tuzlab olamiz. Qozonimizga yog'ni qo'yamiz. Menda 6 choygarton bo'ldi. Birinchim 6 piyola bo'lganligi sababli qizib turgan yog'ga piyozlarimizni yaxshilab qizargunicha qovuramiz. Ketidan go'shtlarimizni solib, yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. So'ngra 40 minut past olovda dimlangani qo'yamiz. Yaxshilab qizargan go'shtlarimizni ustidan baland olovda sabzilarimizni qovurib olamiz. So'ngra sabzilarimizga koriander va tuz sepib, baland olovda salkina suv bilan qovurib 5-10 minut qo'yamiz. Tingan birinchimizni 2-3 marta yaxshilab yuvamiz va qozonimizga solamiz. Uni tekislab olib, ustidan bir barmoq suv solamiz. Suv shimiguncha qaynatib qo'yamiz. Keyin esa yarim soat damga qo'yamiz. Bu orada pomidor va piyozlarimizdan zo'r salat tayyorlaymiz. Har 15 daqiqada birinchlarimizni bir og'darib olamiz. Birinchlar yaxshi pishishi uchun salgina koriander solamiz va tuz solamiz. Mana azizlarim, oshimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha!